Pensioner do'stlar, bugun siz uchun nihoyatda muhim mavzu haqida gaplashamiz. Ko'pchiligingiz bilmagan holda sizga tegishli bo'lgan ayrim qo'shimcha to'lovlarni ola olmayapsiz, eng yomoni. May oyida ba'zi pensionerlar umuman to'lovsiz qolishi mumkin. Bu ma'lumot har bir pensioner uchun hayotiy ahamiyatga ega. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki bugun sizga pensiya tizimidagi yashirin joylarni va qanday qilib o'zingizni himoya qilishni tushuntiraman. Kanalimga hoziroq obuna bo'ling va videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumot ko'proq odamlarga yetib boradi. Avval qanday edi? Ko'pgina pensiya to'lovlari, masalan, yoshi tufayli beriladigan pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi odatda dastlabki ariza asosida belgilangach, keyinchalik avtomatik tarzda to'lab borilar edi. Ya'ni siz bir marta tegishli hujjatlarni topshirib, arizangizni rasmiylashtirgandan so'ng har oy sizning hisobingizga yoki pochta orqali pensiyangiz muntazam ravishda kelib turardi. Pensiya tizimi o'zgaruvchan bo'lmagani, qoidalar uzoq vaqt barqaror turgani uchun ko'pchilik pensiya olish jarayonini oddiy va avtomatik deb hisoblar edi. Pensiya miqdorining indeksatsiyasi yoki oshirilishi ham odatda qo'shimcha arizasiz, avtomatik ravishda amalga oshirilardi. Bu pensionerlar uchun juda qulay edi. Chunki ulardan doimiy ravishda pensiya jamg'armasiga borish yoki qandaydir hujjatlarni qayta rasmiylashtirish talab qilinmas edi. Ammo hozir nima o'zgardi? So'nggi paytlarda pensiya tizimida bir qator yangiliklar va o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi bir tomondan tizimni shaffoflashtirish va mablag'lardan foydalanish samaradorligini oshirish bo'lsa, ikkinchi tomondan byudjet mablag'laridan oqilona foydalanishdir. Shu jarayonda ayrim qo'shimcha to'lovlar, ya'ni ustamalar endilikda avtomatik tarzda emas, balki aynan pensionerning shaxsan yozgan arizasi asosida berilishi kerakligi belgilandi. Bu degani, agar siz ariza yozmasangiz, sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha mablag'ni shunchaki olmaysiz. Bu o'zgarishlar asosan aniq bir vaziyatga yoki ijtimoiy maqomga bog'liq bo'lgan ustamalarga tegishlidir. Ya'ni pensiyaning asosiy qismi emas, balki unga qo'shiladigan alohida imtiyozlar nazarda tutilmoqda. Bu xuddi avtomobilning standart komplektatsiyasiga qo'shimcha opsiyalarni sotib olishga o'xshaydi. Agar siz ularni so'ramasangiz, sizga berilmaydi. May oyidagi to'lovlar muammosi esa shu arizalar bilan bevosita bog'liq. Ba'zi holatlarda eski qoidalar bo'yicha to'lanayotgan ustamalar yangi qoidalarga o'tishi sababli, agar pensionerlar belgilangan muddatda tegishli arizalarni topshirmagan bo'lsa, ularning to'lovlari vaqtinchalik to'xtatib qo'yilishi mumkin. Yoki ayrim hollarda pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar bazasining yangilanishi jarayonida eski tizimdan o'tgan ustamalar yangi tizimda avtomatik deb tan olinmay qolishi mumkin. Agar pensioner o'z ustamalarini to'xtatilganini sezsa va zudlik bilan ariza bermasa, to'lovlar davom ettirilmaydi. Muhimi shundaki, bu holatda pensiyaning asosiy qismi to'xtatilmaydi. Balki aynan unga qo'shimcha bo'lgan ustama yo'qolishi mumkin. Biroq bu ham sezilarli moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Keling, endi qaysi qo'shimcha to'lovlar, ustamalar ariza asosida berilishi mumkinligini va kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lish kerakligini batafsil ko'rib chiqaylik. Umuman olganda, qo'shimcha to'lovlar deganda pensiyaning asosiy qismiga qo'shiladigan, pensionerning ijtimoiy, oilaviy, mehnatga oid yoki boshqa o'ziga xos holatlarga ko'ra beriladigan moddiy yordam tushuniladi. Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak va kimlarga xavf yo'q? Agar siz faqat asosiy yosh pensiyasini olsangiz va unga hech qanday maxsus ustamalar qo'shilmayotgan bo'lsa, xavotirlanishga hojat yo'q. Sizning pensiyangiz avvalgidek to'lab bo'ladi. Ammo agar siz quyidagi toifadagi ustamalarni olsangiz yoki olish huquqiga ega bo'lsangiz, albatta pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz kerak. Astrishbin qaramog'ida oila a'zolari bo'lgan pensionerlar uchun ustamalar. Misol uchun, sizning qaramog'ingizda voyaga yetmagan farzandlar, talaba bo'lgan farzandlar, odatda 23 yoshgacha nogironligi bor qarindoshlar yoki mehnatga layoqatsiz ota-onalar bo'lsa, avval ushbu ustama sizning dastlabki pensiya arizangizda ko'rsatilgan ma'lumotlarga asosan avtomatik tarzda belgilangan bo'lishi mumkin edi. Lekin yangi qoidalarga ko'ra, bu holat har bir ma'lum muddatda, masalan, har yili yoki 3 yilda bir marta qayta tasdiqlanishi yoki ba'zi hududlarda har yili qayta ariza yozishni talab qilishi mumkin. Tasavvur qiling, sizga ilgari oyga 1 million so'm qo'shimcha to'lov berilar edi. Chunki sizning qaramog'ingizda
universitetda o'qiyotgan farzandingiz bor edi. Agar siz ariza yozmasangiz, bu 1 million so'm sizning may oyidagi pensiyangizga qo'shilmasligi mumkin. Keling, raqamlar bilan aniqroq tushuntiray. Odatda oilaning har bir qaramog'ida bo'lgan a'zosi uchun pensiyaning ma'lum foizi miqdorida qo'shimcha to'lov beriladi. Aytaylik, har bir qaramog'idagi shaxs uchun pensiyaning o'tim ham dedi. Agar sizning pensiyangiz bilmayki 500 ming so'm bo'lsa va qaramog'ingizda bir shaxs bo'lsa, sizga dedim 7 ming so'm qo'shimcha olishingiz kerak bo'ladi. Agar shu farzandingiz 23 yoshga to'lsa yoki o'qishini yakunlasa, bu ustama avtomatik ravishda to'xtatiladi. Ammo agar u talabalik maqomini saqlab qolsa va siz buni tasdiqlash uchun masalan, ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma bilan yangi ariza bermasangiz, sizga tegishli bo'lgan 10 ming so'm qo'shimcha to'lov may oyidan boshlab to'xtatilishi mumkin. Bu pensionerning oylik byudjetida katta farqni yuzaga keltiradi. Asterisk 2. Uzoq muddatli mehnat staji yoki maxsus kasblar uchun ustamalar. Asterisk yana bir misol, ba'zi kasb egalari masalan, og'ir va zararli sharoitlarda ishlaganlar, tibbiyot xodimlari, o'qituvchilar yoki uzoq muddatli xizmat stajiga ega bo'lganlar uchun maxsus ustamalar mavjud. Bu ustamalar ham endilikda avtomatik ravishda yangilanmasligi yoki qayta tasdiqlashni talab qilishi mumkin. Misol uchun erta pensiyaga chiqqan konchilar, kimyo sanoati ishchilari yoki uchuvchilar kabi toifalar mavjud. Ularning og'ir va xavfli sharoitlardagi ishi uchun qo'shimcha to'lov belgilangan. Tasavvur qiling, siz 30 yil konlarda ishlagansiz va shu sababli sizga pensiyangizga nisbatan 17 pund miqdorda ustama belgilangan. Agar sizning pensiyangiz 2000 ming so'm bo'lsa, bu 300 ming so'm ustama degani. Pensiya tizimidagi yangi qoidalarga ko'ra sizning ish stajingizning davomiyligi yoki kasbiy faoliyatingizning o'ziga xosligi, masalan, hali ham shu sohada ishlamasligingiz har yili tasdiqlanishi kerak bo'lishi mumkin. Bu asosan ushbu ustamalarning faqat ma'lum bir davrga berilishi yoki pensionerning ish faoliyatini davom ettirmayotganligini tekshirish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar shu tasdiqlash uchun tegishli hujjatlar bilan azab berilmasa, 30 ming so'm may oyida pensiya tarkibidan tushib qolishi mumkin. Bu ayniqsa shu ustamaga bog'liq bo'lib qolgan pensionerlar uchun katta zarba bo'ladi. Qishloq joylarda, tog'li hududlarda yashovchi pensionerlar yoki kommunal xizmatlar uchun kompensatsiyalar. Qishloq joylarda, tog'li hududlarda yashovchilar uchun ba'zan kommunal xizmatlar, elektr, gaz, suv uchun kompensatsiyalar yoki hududiy ustamalar berilishi mumkin. Bu ham ariza asosida beriladigan to'lovlar turkumiga kirishi mumkin. Misol uchun, ba'zi qishloq joylarda yashovchi pensionerlarga elektr energiyasi yoki tabiiy gaz to'lovi uchun qisman kompensatsiya taqdim etiladi. Bu ayniqsa uzoq hududlarda yashovchi issiqlik ta'minoti markazlashtirilmagan joylarda dolzarbdir. Aytaylik, sizga har oy 20 ming so'm kompensatsiya ajratilgan. Bu to'lovlar ham vaqti bilan qayta tasdiqlashni talab qilishi mumkin. Chunki yashash joyi yoki uy-joy sharoitlari o'zgarishi mumkin. Agar tegishli ariza topshirilmasa yoki yashash joyi haqidagi ma'lumotlar yangilanmasa, bu 20 ming so'm sizning byudjetingizdan yo'qoladi. Bu miqdor ba'zi uchun kichik tuyulsa-da, har bir pensionerning byudjetida har bir so'm muhimdir. Aslida faxriylar va urush qatnashchilari uchun ustamalar, urush qatnashchilari, mehnat faxriylari yoki boshqa alohida xizmatlari uchun davlat tomonidan belgilangan ustamalar ham ba'zan qayta tasdiqlashni talab qilishi mumkin. Misol uchun, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari yoki ularga tenglashtirilgan shaxslar uchun bunday ustamalar odatda juda sezilarli miqdorni tashkil etadi. Aytaylik, siz Ikkinchi jahon urushi faxriysisiz va sizga har oy 400 ming so'm miqdorida maxsus ustama belgilangan. Agar ushbu ustama biror sababga ko'ra ma'lumotlar qayta ro'yxatdan o'tishni talab qilsa, to'xtatilsa va siz ariza yozmasangiz, may oyida bu katta miqdordagi mablag'siz qolishingiz mumkin. Bu holatda ayniqsa hurmatli keksa yoshdagi faxriylarimizga ularning yaqinlari yordam berishi juda muhim. Umuman olganda, har qanday qo'shimcha to'lov, agar u shaxsiy holatingizga, ijtimoiy maqomingizga yoki mehnat faoliyatingizning o'ziga xosligiga bog'liq bo'lsa, u avtomatik emas, balki ma'lum muddatlarda tasdiqlashni talab qilishi mumkinligini doim yodda tuting. Sizning faol harakatingizsiz sizga tegishli bo'lgan pulni ola olmasligingiz ehtimoli juda yuqori. Pensiya tizimidagi har qanday o'zgarishlar ba'zida kutilmagan holatlarni va noaniqliklarni keltirib chiqarishi mumkin.
Endi biz shular haqida chuqurroq gaplashamiz. Asrisiz hamma ustamalar ham qayta arza talab qilmaydi. Bu juda muhim nuqta. Yuqorida aytib o'tganimizdek, agar siz faqat asosiy pensiyani olsangiz va unga hech qanday maxsus qo'shimcha ustamalar belgilanmagan bo'lsa, siz xavotirlanishga hojat yo'q. Shuningdek, ba'zi turdagi ustamalar, masalan, harbiy pensionerlarning ayrim toifalariga beriladigan ustamalar avtomatik tarzda to'lanishda davom etishi mumkin. Bu ustamalarning belgilanishi ko'pincha markaziy hukumatning qonun va farmonlari bilan qat'iy tartibga solinadi va ular uchun qo'shimcha mahalliy arza talab qilinmasligi mumkin. Shuning uchun har bir holat o'ziga xosdir va pensioner o'ziga tegishli ustamaning turini aniqlashi kerak. Pensiya jamg'armasi xodimlari bu borada sizga aniq ma'lumot berishlari shart. Bir martalik arza va davriy qayta arza berish o'rtasidagi farq. Ba'zi ustamalar uchun siz bir marta arza yozasiz va u keyinchalik sharoitlar o'zgarmaguncha amal qiladi. Misol uchun, nogironlik pensiyasiga beriladigan ustama agar nogironlik guruhi o'zgarmasa, qayta arza talab qilmasligi mumkin. Biroq ko'pgina boshqa ustamalar, ayniqsa ijtimoiy ahvolga, qaramog'idagi shaxslar soni, yashash joyi, ish staji davomiyligi bog'liq bo'lganlari davriy ravishda qayta tasdiqlashni talab qilishi mumkin. Bu asosan pensionerning hayot sharoitlari o'zgarganligini tekshirish bilan bog'liq. Masalan, qaramog'idagi farzandning voyaga yetishi yoki ta'lim muassasasini tugatishi ushbu ustamaning bekor qilinishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasi ushbu ma'lumotlarni doimiy ravishda yangilashni talab qilishi mantiqiy. 3. Hududiy farqlar va mahalliy hujjatlar. Aytish joizki, pensiya tizimi har doim markazlashgan bo'lsa-da, ba'zi qo'shimcha to'lovlar va ularning berish tartibi hududiy pensiya jamg'armasi bo'limlari yoki mahalliy hokimliklar tomonidan belgilanishi mumkin. Shu sababli bir viloyatda arza talab qilmaydigan ustama boshqa viloyatda yoki hatto bitta viloyatning turli tumanlari talab qilishi mumkin. Bu ayniqsa kommunal xizmatlarga beriladigan kompensatsiyalar, mahalliy byudjet hisobidan beriladigan moddiy yordamlar yoki qishloq tog'li hududlarda yashovchilar uchun ustamalarga taalluqlidir. Shuning uchun pensiya to'lovlarida bir o'zgarish bo'lsa, albatta o'z yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi yoki fuqarolar yig'iniga murojaat qiling. Asqot, qonunchilikdagi o'zgarishlar va ulardan bexabarlik. So'nggi bir necha oy ichida pensiya qonunchiligiga kiritilgan o'zgarishlar ba'zi imtiyozli ustamalarni avtomatik tarzda to'lashdan voz kechishni yoki ularni yangi arizaga bog'lashni nazarda tutadi. Bu o'zgarishlar tez-tez e'lon qilinmaydi yoki ommaviy axborot vositalarida yetarlicha yoritilmasligi mumkin. Shuning uchun ko'pchilik pensionerlar ulardan bexabar qoladi. Ba'zan qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar faqat yuridik tilda yozilgan bo'ladi va oddiy fuqaro uchun tushunarsiz bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasining o'zi ham barcha pensionerlarni shaxsan xabardor qila olmaydi, chunki ularning soni juda ko'p. Shuning uchun muntazam ravishda pensiya tizimiga oid yangiliklarni kuzatib borish muhimdir. 5. Texnik nosozliklar va ma'lumotlarni ko'chirishdagi xatolar. Ba'zida muammo arza bilan emas, balki pensiya jamg'armasining axborot tizimlaridagi yangilanishlar yoki ma'lumotlarni migratsiya qilish jarayonida yuzaga kelishi mumkin. Eski ma'lumotlar bazasidan yangisiga o'tishda ayrim ustamalar yo'qolib qolishi yoki noto'g'ri qayd etilishi mumkin. Bu texnik muammo bo'lsa-da, uning oqibati pensioner uchun moliyaviy yo'qotishdir. Bunday holatda ham faqatgina pensionerning murojaati orqaligina muammo hal etilishi mumkin. Pensiya jamg'armasi xodimlari ma'lumotlarni tekshirib, xatolikni tuzatishlari kerak. 6. Arizalar uchun belgilangan muddatlar va ularni o'tkazib yuborish xavfi. Eng katta xavflardan biri bu muddatlarni o'tkazib yuborish. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar uchun arizalar ma'lum bir muddat ichida, masalan, har yilning birinchi cho'ragida yoki birinchi yarim yilligida topshirilishi kerak. Agar siz bu muddatni o'tkazib yuborsangiz, sizga tegishli bo'lgan pulni hatto keyinroq ariza bersangiz ham o'tkazib yuborilgan davr uchun olmasligingiz mumkin. Ba'zi hollarda ustama faqat arza berilgan oydan boshlab to'lanishi mumkin va shu paytgacha to'lanmagan mablag'lar tiklanmaydi. Bu esa pensioner uchun jiddiy moliyaviy yo'qotishdir. Shuning uchun pensiya jamg'armasiga iloji boricha tezroq murojaat qilish muhim. Xulosa qilib aytganda, pensiya tizimi bu jonli organizmga o'xshash, doimiy ravishda rivojlanib va o'zgarib turadigan tizim. Undagi har bir yangilik yoki qoida o'zgarishi, ayniqsa pensiya ustamalariga tegishli bo'lsa, sizning moliyaviy ahvolingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun doimo hushyor bo'lish
va o'z huquqlaringizni himoya qilishga tayyor turish lozim. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Agar siz may oyida pensiyasiz qolishdan yoki qo'shimcha to'lovlaringizni yo'qotishdan xavotirda bo'lsangiz, nima qilishingiz kerak? Sizga aniq va amaliy ko'rsatmalar beraman. Pensiya to'lovingizni diqqat bilan tekshiring. Birinchi va eng muhim qadam bu sizning pensiya to'lovingizni diqqat bilan tekshirish. Bank kartangizga kelgan SMS xabarlarni, bank ilovalari orqali hisobingizni agar foydalansangiz yoki pochta orqali kelgan to'lov varaqchasini sinchiklab ko'ring. Odatda u yerda pensiyaning asosiy qismi va qo'shimcha to'lovlar alohida ko'rsatiladi. Agar sizga ilgari berilayotgan biron bir ustama yo'qolib qolganini yoki uning miqdori kamayganini sezsangiz, darhol harakat qiling. To'lov varaqchalarini saqlab borish bu holatda sizga isbot bo'lib xizmat qilishi mumkin. Agar sizda bunday ma'lumotlar yo'q bo'lsa, bankdan hisobingiz bo'yicha ko'chirmani olishingiz mumkin. Bu sizga qaysi oylarda qanday summadagi to'lovlar kelganligini aniqlashga yordam beradi. Darhol yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Ikkinchi qadam. Darhol yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Telefon orqali bog'lanishga urinib ko'rishingiz mumkin. Lekin eng ishonchli yo'li shaxsan borishdir. Telefon orqali berilgan ma'lumotlar ba'zida to'liq bo'lmasligi yoki noto'g'ri tushunilishi mumkin. Pensiya jamg'armasi bo'limiga borgach, u yerda sizga qaysi qo'shimcha to'lovlar sizga tegishli ekanligini, ular uchun ariza talab qilinishini yoki qilinmasligini aniq aytib berishlari kerak. O'zingizni xotirjam tuting, ammo qat'iy bo'ling. Savollaringizga aniq va tushunarli javob olishga harakat qiling. Agar sizning savollaringizga to'liq javob bermasalar yoki sizni o'zlari aniq qoidalardan bexabar deb hisoblasalar, yuqori turuvchi organlarga murojaat qilish huquqingizni eslatib qo'ying. Astos 3. Qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Pensiya jamg'armasiga borishdan oldin yoki borganingizda qaysi hujjatlar kerak bo'lishini so'rang va ularni tayyorlang. Odatda sizdan quyidagi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Shaxsini tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi. Agar qaramog'ingizda shaxslar bo'lsa, ularning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik guvohnomalari, ta'lim muassasasidan ma'lumotnomalar, talabalar uchun nikoh guvohnomasi agar kerak bo'lsa, mehnat stajini tasdiqlovchi hujjatlar, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, agar ustama mehnat staji bilan bog'liq bo'lsa, yashash joyi to'g'risidagi ma'lumotnoma, propiska ma'lumotlari, agar ustama hududiy xususiyatga ega bo'lsa, bank rekvizitlari, pensiya kartasi raqami, bank hisob raqami. Bormasdan oldin pensiya jamg'armasiga telefon qilib, aynan sizning holatingizda qanday hujjatlar kerakligini so'rang. Bu sizning vaqtingizni tejaydi va bitta ishni 2 marta qilishdan saqlaydi. 4. Arizani qanday yozish kerak? Pensiya jamg'armasi bo'limiga borganingizda odatda ular tayyor ariza blankalarini taqdim etadilar. Siz shunchaki shaxsiy ma'lumotlaringizni to'ldirib, qaysi qo'shimcha to'lovni olishni istayotganingizni yoki tiklashni so'rayotganingizni aniq ko'rsatishingiz kerak. Misol uchun, mening qaramog'imda bo'lgan voyaga yetmagan farzandim uchun qo'shimcha to'lovni belgilashingizni so'rayman yoki uzoq muddatli mehnat stajim uchun belgilangan ustamani qayta tiklashingizni so'rayman kabi. Asli eng muhim maslahat. Arizani har doim 2 nusxada yozing. Bir nusxasini pensiya jamg'armasi xodimiga topshiring. Ikkinchi nusxasiga esa arizangiz qabul qilinganligi haqidagi belgi, qabul sanasi, imzo va muhr qo'ydirib o'zingizda saqlab qoling. Bu sizning qo'lingizdagi yuridik isbot bo'ladi. Agar kelajakda muammo yuzaga kelsa, sizda ariza berganingiz haqida dalil bo'ladi. Asris B. Arizangizning ko'rib chiqilish muddatini kuzating va choralar ko'ring. Arizani topshirgandan so'ng uning ko'rib chiqilish muddatini aniqlashtiring. Odatda bunday arizalar ma'lum bir muddatda, masalan 11 yoki 10 ish kunida ko'rib chiqilishi shart. Shu muddat ichida javob olmasangiz yoki arizangizga beparvolik bilan qarayotgan bo'lsalar, zudlik bilan pensiya jamg'armasining ishini nazorat qiluvchi yuqori turuvchi organlarga, masalan O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasi respublika boshqarmasiga, Oliy Majlisga, Prezident xalq qabulxonasiga yoki Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanaliga murojaat qilishdan tortinmang. O'z huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilish bu sizning majburiyatingizdir. Do'stlar, bugun biz pensiya tizimidagi juda muhim masalani ko'rib chiqdik. Ariza asosida beriladigan qo'shimcha to'lovlar va may oyida pensiyasiz qolish xavfi. Yodingizda tuting, huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilish sizning majburiyatingizdir.
biz qo'shimcha to'lovlar nima ekanligini, kimlarga tegishli bo'lishi mumkinligini, kimlar ehtiyot bo'lishi kerakligini, kutilmagan holatlarni va nima qilish kerakligini batafsil muhokama qildik. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning ham shunga o'xshash holatlaringiz bo'lganmi? Videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Bu ma'lumotni o'zingizning pensioner do'stlaringiz va qarindoshlaringiz bilan baham ko'ring. Balki sizning birgina harakatingiz ularning moliyaviy muammosini hal qilishga yordam beradi. Salomat bo'ling.